qo'ylardan birisi yo'q. U nega ketgandi? Men ko'mak qilganda bo'ri yeb ketdim ya. U buning badalini ig'ir to'laydi. Men uni mening qo'ylarimga chiqilgan har kimga ibrat qilaman. Bu yerda men sana bu yerda to'pdan ayrilib yolg'iz yurganlarni o'lashni paylab yuradigan ichirqab qolgan bo'rlar bor. Herkes to'pdan ayrilma demadimmi? Lekin men bo'rlarga zulm qilibman. Buyuk Allohdan mag'firat tilayman. Men Yusuf alayhissalomning qarindoshlari Yusufga qilgandek qilibman. Yusufning bo'rlarining hikoyasini bilging bormi? Oldi bilan to'pqa qaytilgan bu hikoyani hammanglarga aytib beray. Sizlar kun bo'yi to'xtamay menib, o't-cho'plarni yeb, kech bo'lganda yerib ketgandan keyin bo'rlarning kuni boshlanadi. Bo'ri o'lashga taynab yashaydigan, kechida harakat qiladigan hayvon. Shundaqdimi, uning ba'zi yaxshi sifatlari bor. U har haftada faqat bir qitimli yemaklik yeydi. Biz insonlar ayollarga amroq odamni bo'ri deymiz. Bu amaliyotda bo'rilar qilingan ahonat. Bo'rilar odat har yili bir oydan boshqa chog'da juplashishga va nasl qoldirishga ancha ahamiyat berib ketmaydi. Shundaqdimi ularning oilaga va o'z jamoatiga bo'lgan munosabati intayin kuchli. Ular odatda o'lashga va yemaklik yeyishga faqat tashkillangan bo'rilar to'pi bilan chiqadi. Ular yolg'iz harakat qilmaydi. Qaqnos, qarindishing Mehtobning salomatligiga diqqat qil. Qarindashning o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydi bola. Xotirjam bo'ling ota. Men endi o planni tuzish uchun cho'nglarga qaytilishim kerak. Sizlar yerim kechida yo'lga chiqishga taq bo'lib turinglar, ha? Bo'ladi ota. Aka. Nim bo'ldi? Men qo'rqyapman. Bu nim degan gap? Sen ya eshitmading qo'rqadigan. Tishlarim qo'rqinishdan kasallab ketyapti. Bo'yningni tishlab, sen qanchalik qo'rqinimni ko'rsatib qo'yaymi? Çekilin, ulanın etrafını ayınlayın. Oradan dur, tez bu. Tuqqat qavırıvatıdı. Hem de ağrıqda unutib ket. Senin yüzünü yarınıptı. Kichkina jarohat. Jim tur. Ovozlar besiqib qoldi. Men chiqib ahvolni qilib kelay. Hozir emas. Mendan o'zirma. Sen ya eshitmading qo'rqadigan. Mehtop. Qani sen inim. Men berib inimni izlayman ota. Oğlum, biz iningni Sino cho'lining hamma yerdan izladik. Tag'diki biror tushuk yoki o'nkirni qoldirmay qizib chiqdik. Lekin uni topolmadik. Uning shundoq yo'q bo'lib ketishiga qarab turamizmi? O'g'lim, balamdan ayrilib qolganimga men sendan bekroq perishon. Lekin sen dadang va boshqa bo'rlar hammanglar uni izladinglar. Endi uni o'zing yolg'iz qandoq topalaysan? Men inimni topmoqchi hargiz qaytib kelmayman. Bu mening oxir qarorim. Men ishkilinglarni yo'qotishdan ansirayman. Ana, mening qarindishimsiz yashqarimning hech qanday ahamiyati yo'q. Yat qilgan o'g'lim. Omadan
Heliqi bo'ra qayrindishini izlab cho'l jaziralarni kezibdi. Tog' davollardan eshibdi. Bir kechidala 50 mil musofani besib bo'pti. Kunlar o'tib, oylar o'tib, oxiri osmoni kaptarlarga to'lgan, atrofini zaytun daraxtlari qoplagan bir zaminga yetib keldi. Bu zaminda sevimli payg'ambar Yoqub alayhissalom yashaydi ekan. Assalomu alaykum. Ay, Natunosh, sen nima qilmoqchi? Men qayrindishimni izlab keldim. U menga o'xshash tuklar qisqa, ozroq oqsab mangdi. Biz uni ko'rmadik. Qani eling, sizning bo'lsin. Biroq uni siz tutgan do'stingiz. Mening qo'rsqim och emas. Qani eling. Bu katta iltifot. Bir savol so'rasam bo'ladi. Albatta, men texi to'y qilmagan. Men buni so'ramoqchi emas. Men qayrindishimni izlab kelgan. Uning tuklari menikiga o'xshash qisqa. Menga o'xshaydi ekan. Yana ozroq oqsaydi. Siz faqat qarindishingizni o'ylamsiz? Men shuni izlayman deb yurtimdan ayrilib sarsam bo'lgan. Siz nima degan kuyimchan? Meni mazoq qilib otamsiz. Men unda qilmoqchi emas. Menga ishining. Ismingiz nima? Jasura. G'alit ism shundaqmi? Balki mening bu g'alit ismim to'yimning kechikib qolishining sababi bo'lishi mumkin, yoki buningdagi sabab tuklarimning qisqaligi bo'lishi mumkin. Bu balvaqtki bo'rlar haqiqiy go'zallikni qadrlamaydi. Kechiring. Men yotadigan bir joyni topmasam bo'lmaydi. Men bu tog'ning ustida bir o'nkir borligini bilaman. Uningda hech kim turmaydi. Sizga ko'rsatib qo'yaymi? Ko'p minnatdorman. Biroq bu joyni gizlashtirmasak bo'lmaydi. Bu bir tashlandiq, o'mchiklarga to'shib ketgan o'nkir. Hech qisi yo'q. Yot qilib bo'lsa bo'ldi. Menimcha siz bu joyni tozalab beradigan suv va yemeklik ekilishga yordamlashadigan biriga muhtoj. Deganlaringiz o'rinliq. Men qayrindishimni topgan chig'imda shu menga yordamlashadi. Erkaklar tozliq va uyratlash ishlarini bilmaydi. Siz bir ayolga muhtoj. To'g'ri deysiz. Deganlaringiz o'rinliq. Men bir ayolga muhtoj. Lekin uni nereden topaman? Nereden topsam bo'ladi? Atrofingizdan izlab beqing. Men bu yurtga musofir. Siz bu qiyinchilikimni hal qilishimga yordam qila olasizmi? Demakchi bo'lganingiz. Menga munosib keladigan do'stlaringizdan birasini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Siz umrimda ko'rgan eng g'alati bo'ri ekansiz. To'xtab turing. Jasura. Nima demoqchisiz? Mubodo men sizga o'lamgum bor desam, haddimdan oshgan bo'laman. Meni hayron qoldirdingiz. Qarg'ani men bu gapni oldirab deb qo'ygan o'xshayman. Deganlarimni unutib ketishingizni umid qilaman. To'xtab turing. Siz bilan to'y qilishga qo'shildim. Men sizning ayolingiz hamda enangiz bo'laman. Qayg'urmang. Qadrligim Qannos. Berib o'g'lab kelsangiz bo'ladi. Bolalarımga qarag'il qo'ying. Ularning eng kichkiga qarang. Qarindishim mehtamga to'limi o'xshaydi. Bolalarmi cho'ng bo'lib qoldi. Sutim yetishmayotdi qadrligim. Shunga ularga eg'izimda go'sht chaynab yegizishim kerak. Jasur, men purg'an puroqni purdingizmi? Shundoq. Bu qo'yning purqi. Qo'ylar odatda dod keladi, yaxshi yuyinmaydi. Chunki ularning purqi ularni oshkorlab qo'ydi. Mezli kech tomoq tayyorlik qiladi. Alloh shukri. Xo'sh bo'linglar bolalarım. Qo'y go'sht yeydigan bo'ldik. Nemishqa topdan ayrildi. Hey, kalloq qo'y. Otimiz Yusufni hammamizdan bek yaxshi ko'rdi. Shundaq, o Yusufni va uning enisini yaxshi ko'rdi. Biz shuncha kuchlik bir jamoat tursak, bizga ko'ngil bo'lmaydi. Otimiz cho'qim xato qilyotdi. Undaq bo'lsa, qanday qilamiz? Yusufni o'ldirib bitaydi yoki chala o'lik qibirga tashlab bitaydi. Ahmoqona fikr. Dadimiz bizning uni o'ldirmoqchi bo'lganligimizni bilib qoldi. Ondan uning bizga ko'ngil bilmasligi g'azab va qattiq o'chmanlikka aylandi. Meningcha uni tasodifiy tushib ketgan qiyofatda tashlandiq bir quduqqa tashlab bitaylikmikan?
Dadimizga Yusufning yo'qligini qanday tushundiramiz? U bizdan ezib qopti deylik. Shundaq, u bizdan esib qapti deymiz. Biz ko'may qolgan uni bo'ri yeb ketibdi deylik. Qanday? Fikir. Qaltis fikir. Biz inimiz Yusufni nas keraklarımizdan qishida qo'yib yugurishga ketibdik. Shuning bilan tuyuqsiz bo'ri kelib, uni yeb ketibdi deylik. Qandaq, ha? Masalani bu parallarni anlashdimi seskinib o'taman. Sizlar o'z qarindishlarni o'ldirib, yomonlik va xiyonatni bo'rilarga otmoqchi bo'lib yetibsizlar-da. Bundoq o'chmanlikka yurganlar qandoq chidag'andi? Men shaytonning sizlarning oranglarda o'ltirganini ko'rdim. Holbuki sizlar uni ko'rmayapsizlar. Men sizlarning qo'yinglarning furqinini yoqtirmadim. Bu tozma bir o'ngsiz safar bo'ldi. Chiqmasam bo'pti ekan. Nemishqa? O izlab bağınımda to'satdan ularning men to'g'risida paranglashayotganligini anlab. Siz to'g'riliq? Shundoq. Ular nima deb siz to'g'riliq parang qilgudek? Yusufni eganligim uchun. Yusuf deganingiz kim? Ömrümde ko'rib boqmagan bir inson. Uning qarindoshlari uni quduq tashlab etib, menga uni yeb ketdi deb tuhmat qilmoqchi bo'lib yetibdi. Siz odamlarning go'shtini yemaydigan tursangiz, ular sizga qandaqmi tuhmat qilsin? Yomon bo'lg'ini Yusuf ularning qarindoshi ekan. Bu ishlarda bolaringizning gunohi nima? Nemishqa bizga kechki yemeklikka kelmadingiz? Men sizga aniq aytdim-ku. U qo'ylarda Rahim qaytdi deb. Ulardan men yo'qolgan qarindishimni izlab o'z yurtimni tashlab chiqqan vaqtimda o'zlarining qarindishini o'ldirmoqchi bo'lib otdi. O'zingizni besibilan qadrlikim. Ular bo'rilarga aldamchilik, xiyonat va yomonlik bilan tuhmat qilib otdi. Bu nima zulm endi? Biz beshimizga kelgan bu zulmga radiya berish uchun yo ularning tillarini va aqllarini boshqara olmasak, Bizlarni qalbidagini yushirmaydigan bo'ri qilib yaratgan Allohga shukr. Limadir? Qannos, nemishqa yig'ilishga kechikib qolasan, ha? sababsizlar. Kechiring. O'ylashni anglamay qoldim. Hammasi boshlaydi. Kimda bir nishon bo'lsa, o'tirg'i qo'ysa bo'ladi. Men tunagan ismishishqalar egilib olgan bir joyni bayqab qoldim. Sancho, Men yirik joyda beqilayotgan bir yavoyi qo'ylar to'pini ko'rdim. Musob yirik bo'lsa-mu, bu ish tavakkul qilishga arziydi. Menimcha, bir qitim sinab beqishga arzigudek. Qannos. Gap qilish navbati sana keldi. Shimol tarafda bir chedir bor. O chedirda podboqqaga chiqqan 10 odam turadi. Ularning qo'y o'shkilari va otlari bor. Ularni 6 ish qo'g'daydi. Erlari to'liq qurollangan ekan. Biz davomliq nishonning eng cho'ngi va eng qiyinini tanlaymiz. Men bu ishning kaskinligiga ishonaman. Qannos ko'rsatgan shimol tarafga yurish qilaylik. Tez bo'linglar. Ishimiz o'ngishli bo'lg'ay. Bosh ustiga to'p beshi. Bu to'pga sen boshchilik qilasan, Qannos. Mening yeshim cho'ngib qoldi. Put-qo'llarim ig'irlashib qoldi. Sen mendan keyin rahbar bo'ladiganlarning eng yaxshisi. Yangi rahbaringlarni qarshi elinglar, ko'pchilik. Diqqat qil, top beshi Qannos keldi. Kechiring, top beshi Qannos. Bu sizlarning tunji qidim o'g'i chiqishinglarmi? Shundoq janoblari. O sening enangmi? Shundoq janoblari. Ishkalanglar bir-biringlarga diqqat qilinglar. Qarindoshning o'rnini hargiz to'ldirg'ili bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Xo'p, top beshi. Nemishqa to'xtab oldingiz? Bilmayman. Rohatsizlik his qilmadim. Qaysar bo'ling, qadrligim. Ko'pchilik top beshiga qarab harakat qiladi. Obdan diqqat qilinglar. Men o'g'illarning birinchisi bo'laman. Yo'q, Qannos. Qannos.
Ola, ey atamiz, Yusufni narsalarimizning yanida qo'yib yugurishga ketib qaptiq. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gapni qilsaqmi sen bizga ishonmaysan deyishdi. Shundoq qilib, heliqi gunohsiz bo'ri Yusufning qarindoshlarining qo'liga tushib qapti. Qannasmi shu chog'da o'zining qarindishining qandoq bo'lib, ovchilarning qopqoniga tushib qolganligini tushunib yetibdi. Lekin u atrofida yuz berayotgan suiqasdlarning tafsilotini hali ham bilmaydi ekan. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari bir qo'yni bo'g'izlab, uning qini bilan putqollari tushalgan bo'rining eg'zini bo'yapti. Ondan keyin otlilar suyimlik payg'ambar Yusufni bo'ri yeb ketganligiga ishonish uchun uning ko'ynigini akilib, o'zlarining yolg'on so'zlarining pokit sifatida uning yolg'on qon bilan bo'yapti. Ular hiliqi bo'rini arg'amchi bilan bog'lab ep ketdi. Allah xolisa bu hikoyaning davomini sizlarga ati aytib beray. زي ما دلينا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعض. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها.